Hammaga salom bo'ldi. Bu Witness John kanalida yangi birinchi video bo'ldi. Bu kanalda biz hozir sizlarga aynan yangi mana Poja Launcher yangi versiyasi chiqibdi. Mana ko'rib turibsizlar. Ikkita bo'lib qoldi. Men do'stlar boshqacha saytdan o'tkazgandim. Ya'ni Poja Launcher asosiy saytdan emas, boshqa saytdan o'tkazgandim. Shuni hisobiga bo'ldi. Mana Poja Launcherim qotib, mana yangi video chiqarmoqchi bo'lgandim. O'sha videoyim qotib bir balolar bo'lib ketdi. Mana ofitsialniy saytdan o'tkazilgan versiyasi, mana fake versiyasi. Ikkalasi bir xil bo'ldi, mana qaranglar. Ichiga kiramiz mana. Bu bir xil. Men qaranglar. Bu bir xil ko'rasizlar. Короче, bo'ldi. Bular eski versiyani qo'yib qo'ygan bo'ladi. Mana ham eski. Poja Launcher ichidagi Minecraft'dagi versiyalar emas. Poja Launcher mana shu programmani o'zini versiyasi ham versiya hisoblanadi bo'ldi. O'shani versiyasiga qarab ham ishlatiladi. Asosiy versiyasini topish uchun mana bu kiramiz bo'ldi. Birato'g'ri o'rgatib ham ketaman. Chrome bo'ladi, ili Google bilan farqi yo'q. Mana Chrome'ga kiramiz, mayli. Chrome'ga kirsak bo'ldi. Mana boshdan ko'rsatdim, mana Google'ga o'tamiz. Google'ga o'tavoyini Google'ga nima qo'yibdi bu? Google'ga o't. Mayli bo'ldi. Mana shu qidiruvdan, o'zi vashiyatda qidiruvga yozasizlar. Poja Launcher desanglar, mana Poja Launcher net. Bitta enter qilamiz bo'ldi. O'zi kiradi. Mana Poja Launcher download desanglar ham bo'ladi. Shunda bo'ldi, mana ko'rib turibsizlar, Poja Launcher mana qadari bor. Mana bunaqalari bor. Ko'rasizlar, Transbox deganlari bor ekan. Poja Launcher degan APK. Bular hech qaysi noto'g'ri. Просто Poja Launcher yozasizlar. Hammasi qo'yaveradi bo'ldi. Poja Launcher deb yozasizlar. O't. Birinchisi ko'rasizlar, Poja Launcher. Hech qanaqa ish balosi yo'q mana. Shunga o'xshash narsalarni ham ochib tashlagan. Sketchat Poja Launcher deb yotibdi. Bitta bosasizlar. Asosiy versiyasi bo'ldi. Bu yoqqa o'tsanglar, ko'rib turibsizlar, asosiysi mana shu bo'ladi. Poja Launcher asosiy o'zining veb-sayti. Bu yerdan tushasizlar bo'ldi. Free ko'rsatib turibdi. Bu ko'pchilik o'tqish bilmas ekan bu. Tam shuning uchun o'tqishni o'rgataman. Hozir Play Marketdan topa olmaysiz, chunki Play Market yo'q bo'lib ketgan bu narsalar. Ya'ni Poja Launcher install APK bo'lib turgan joyda mana ko'rib turibsiz. Download Poja Launcher. Mana shu narsani bitta bossanglar, Poja Launcherimiz download bo'ladi. Keyin mana bu yoqqa tushadi. Yuklamalarga tushadi. Yuklamalardan mana ko'rib turibsizlar, mana Poja Launcherimiz turadi. Bitta ustiga bossang, u yog'ini bilsanglar kerak. O'rgatishim shart emas. Xo'sh, endi qaranglar. Poja Launcher tushganidan keyin nima qilamiz? Mana bunaqa bo'ladi. Kirasizlar. И вот, mana anaqa yozilgan. Mana shu bosasizlar o'zi. Bu tish bola bo'lmaydi bu yerda. Add account degan anaqa turadi. Bitta bosasizlar buni ustiga mana Microsoft и local. Biz Microsoft ocha olmaymiz baribir. Shuning uchun localni bosamiz. Просто bu yoqqa name yozasizlar, любой bitta masalan. John. O't ko'rib turibsizlar, bitta loginni bosasizlar. Bo'ldi, все bo'ldi. Qaranglar, John qo'shildi bu yoqqa. Buni olasizlar-da. Mana shu yerda mana buni bitta bosasizlar. O'zi mana turgan bo'ladi. Xohlasanglar mana shu 1.10 ni o'ynayveradi, lekin unchalik nima deydi, juda ham eski versiya bo'lganligi uchun tavsiya bermayman. Bu yerdan create a new profile ga bosasizlar. Keyin bu yerda mana chiqib keladi. Vanilla, ya'ni oddiy Minecraft qanaqa mod qo'sha olmaysizlar, просто. И Optifine bo'ldi. FPS-larni juda ham katta ko'taraveradi, lekin sal xiraroq, to'g'ri. Unaqa xira emas, lekin xiraroq bo'ladi. Mod qo'sha olmaysizlar. Siz просто Optifine ancha-muncha FPS ko'taradi va oddiy telefonlarda Java Edition, ya'ni kompyuter versiyasini o'ynashingiz uchun yordam beradi. Fabrik buni unchalik yaxshi tushunmayman, buni ham tushunmayman. Bular chunki hayotimda ishlatib ko'rmaganman bularni. Mana Modpack bo'ldi, Modpack. Bunda to'lqa modlar qo'shasizlar. Optifine hech qanaqa narsalar tushmaydi. Bizga eng muhim mana serial olmoqchi bo'lganlar, Woodman'ga o'xshab, ili Raider'ga o'xshab serial olmoqchi bo'lganlar, Forge bosasizlar. Forge bossanglar mana har bitta versiya chiqadi. Ko'pincha yo 1.16 qani 1.16. Bir agar kompyuteringlar, to'g'ri, telefoninglar kuchliroq bo'lsa, 1.16.5 tanlaylar. Men birinchisini tanlayman. 1.16.5 tanlaylar. Mana
telefonim o'rtacha bo'lganligi uchun va kuchliroq modlarni o'tkazmoqchiligim uchun 1.12.2 ni tanlayman. Bundan eng balandini ili hammasidan. Mana shu ikkitasini tanlaysizlar. Bu yog'iga pastga tushirmaysizlar. Lekin bilmadim bolalar, lekin pastga tushirganlarda bari qochish seziladi. Shuning uchun mana shu ikkala tepasiligini tanlaysizlar yoki bittasini. Bunisini yoki bunisini. Xohlaganinglarni tanlaysizlar. Masalan, tepadagisi ancha yaxshiroq deb o'ylayman, chunki o'zim shundan foydalanaman. Yotdi, все, anaqa bo'ladi. Nima deydi? Skachat bo'lishi boshlaydi. Mana bu FPS-dan ko'rsatadi. Bo'ldi bolalar. Mana shu sekin FPS-ni ko'tarib, hozir o'tdi, anaqa kodlar terishni boshlaydi. Project Launcher o'zi. Bo'ldi, все, bo'tdi. Forge mana ochilishi boshladi. Bo'ldi, kodlar ham ochildi Forge'imiz. Endi bolalar qaranglar, bu yoqqa o'tasizlar, bitta bosinglar, mana Forge turgan bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Shuni bitta bosasizlar-da, buni skachat qilib turib kirib ketasizlar. O'zimda bosinglar, skachat bo'lishi boshlaydi. Mana skachat bo'lgan. Endi Vince Johnni o'chirib tashlaydi. Bo'ldi bolalar. Все. Mana Minecraft ichiga kirib bitta play bosasizlar. Bo'ldi, все, Minecraft ichiga kirib ketadi. Mana shunaqa bittasiga zagruzka berib turib, все, Minecraft ichiga kiradi. Mana mishkalarim hamma narsa ishlayapti. Mana bu knopkalarni keyingi videoda yo'q qilishni o'rgataman. Mana nastroyga belgisini ham ko'pchilik bilmasa ham yo'q qilishni, o'shani ham o'rgataman bolalar. Bo'lmasa hammaga xayr, sizlar bilan Vince John bo'ldi.